Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, rak'ata al-fajri khayrun minad dunya va ma fiha. Ikki rakat o'qilingan bomdodning sunnati dunyo va dunyodagi barcha narsalardan afzal deyaptilar. Demak, shu dunyo va dunyodagi barcha narsalardan quruq qoldi bu odam. Farzini endi Alloh taoloning o'zi biladi qanchalik savobi ko'p ekanligini. Demak, hurmatli mo'min musulmonlar, bomdodga tura olmadingizmi? Bilingki, demak Alloh taolodan kelayotgan yaxshilikdan siz mahrum bo'ldingiz, birinchisi. Ikkinchisi, bomdodga tura olmadingizmi? Imtihondan o'tishingiz qiyinlashyapti. Bomdodga tura olmadingizmi? Tonggi barakadan quruq qolyapsiz. Bomdodga tura olmadingizmi? Bu ko'p davom etaversa o'rganib qolib, munofiqlarning safidan bo'lib qolishligingiz mumkin. Bomdodga tura olmadingizmi? Demak, eng qiyin va eng savobi ko'p namozdan siz mahrum bo'lib qolyapsiz. Ishdan o'ta qattiq charchagan bo'lsa, bu dinliklarni qo'yib turib, so'ngra uxlab qolgan bo'lsa, bu boshqa masala. Ammo doimo biz ibodatlarga harakat qilishligimiz shart va farzi ayn.